Assalomu alaykum Zaftarimot kanalimiz obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, aziz do'stlar. Nexus 2 mashinasini olib qo'ygan edik. Inshaalloh yaqin kunlarda shu mashinani polnosti tuzam normalarga ishlab chiqaramiz. Xudo xolasa o'ta chiroyli video tayyorlanyapti. Ishlar avvalda shu burchoydan strashniy tegan edi. Shu lanjronining uchini o'zini tekizlab olishga harakat qilib ko'ramiz azizlar. Tomoni yaxshi holatda. Ustunlarimiz ham to'g'ri ishlanyapti hozir. Bo'ldi, qo'yavering ishga. Orqalari ham o'ta strashniy bo'lib, sklatkalar bo'lib ketgan, o'sha yerda bir ikkitadan sklatka bo'lib ketgan edi. Shular yayilib ketdi. Endi buni hozir orqasidan shuni ochamiz, ochib ichkari tomonini zo'r qilib tekizlab olib turib, keyin boshqalardan yopib qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli video tayyorlayapmiz, yaqin kunlarda chiqaramiz. Legenda mashinamizni.